Endi 12 trekerlarni motori haqida video qo'ymayman deganimda, endi motorist sifatida foydali maslahat beraman. 1 million so'mlik moy solasizmi, 10 million so'mlik moy solasizmi, har doim moyni 5000 probegda almashtiring. Sababi sizda zubchati remen bor. Siz o'zingizni sepli mashinalar bilan taqqoslamang. Gentra, Cobalt yoki Trekker 2 ni seplisi yo'q. Bu moychilarga ham tavsiya beraman. Har qanday moy solib bergan taqdiringizda ham probegda har doim 5000 probeg bering. Shunaqangi holatlarni ko'rib turib, motorlarni ochib turib, bu probeglarni biz qanaqadir ma'noda o'zimiz shakllantiryapmiz. Ya'ni 5000, maksimum 5000 esdan chiqib qolgan holatda 6000 probegda har qanday moyni almashtirish shart. Videoga like bosib qo'yamiz, 12 trekerchi aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Manfaatli bo'ladi bu video. Ko'pchilik bizani obuna bo'lmasdan kuzatar ekan, aka-ukalar obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha ma'lumot beramiz, doimiy holatda taqdim qilib boramiz bularni.